Neftchi 24 yildan keyin yana taxtda. O'zbekiston futbolida tarixiy kun. Farg'onaning faxri Neftchi jamoasi 24 yillik tanaffusdan so'ng nihoyat yana chempionlik unvonini qo'lga kiritdi. Bu nafaqat klub uchun, balki butun Farg'ona vodiysi futbol ixlosmandlari uchun unutilmas voqea bo'ldi. Uzoq yillardan beri orziqib kutilgan ushbu yutuqqa jamoa 29-turda Qizilqum ustidan tortuv bir hisobidagi ishonchli g'alaba bilan erishdi. Eng qizigi, Neftchi chempionlikni mavsum tugashidan oldin, ya'ni muddatidan avval rasmiylashtirdi. Bu esa jamoaning butun mavsum davomida qanday barqaror va ishonchli o'yin namoyish qilganini ko'rsatadi. Chempionlik yo'lida eng katta xizmatlardan biri, albatta, bosh murabbiy Vitaliy Levchenkoga tegishli. Uning rahbarligi ostida Neftchi taktika, intizom va jamoaviy ruh bo'yicha yangicha futbol ko'rsatdi. Aynan mana shu yondashuv klubni 24 yillik quruq seriyadan olib chiqdi. Bu g'alaba bilan Neftchi o'z tarixidagi 6-chempionlikni qo'lga kiritdi. Farg'ona ko'chalarida esa hozir shodiyona, muxlislar tun bo'yi jamoani olqishlab, klubning shonli kunlariga qaytganidan faxrlanishmoqda. Bugun Neftchi nafaqat chempion, balki o'z muxlislariga shuni isbotladi. Sabr va mehnat bilan hamma narsa mumkin.